Salom Joybox obunachilari, bugun men sizlarga mana shu yonimda turgan Huawei tarafdan taqdim etilgan planshetni obzor qilib bermoqchiman. To'g'risi, birinchi bor bu planshetni shunchaki qo'limga olib ko'rganimda hamda narxini eshitganimda shu oddiygina planshet bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Lekin sizlarga obzor qilib berish uchun bu planshetni o'rganib chiqib, ochib, o'z qo'lim bilan ushlaganimdan keyin yanglishganimni tushunib yetdim. Bu planshet men o'ylaganimdan ko'ra juda ham zo'r xususiyatlarga juda ham kuchli planshet ekan. Nega unaqa deyotganimni mana shu videoni obzorni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Men esa sizlarga obzorni boshladim, qani ketdik. Planshetimizni komplektatsiyasi boy emas, juda ham boy desa bo'ladi. Kelinglar men sizlarga ochib ko'rsataman. Birinchi bor ochishingiz bilan sizni planshet kutib oladi va uni tagida o'zini maxsus oynasini artadigan lattasini ko'rsangiz bo'ladi. Va yana korobkani ichida tezkor 45 vatli quvvatlagich ham qo'shib berilgan. Bu yerda esa faqatgina qo'llanma va Type-C ga Type-A simi qo'shib berilgan chiqadi. Komplektatsiyani mana bu qismida ham ko'rib turganingizdek qo'shimcha keyboard hamda chexol sifatida chiqqan bo'ladi. Buni ochib ko'radigan bo'lsak, mana shunday qora rangdagi bizaga keyboardni qo'shib berishgan. Komplektatsiyani ko'rdingiz, aytganimdek juda ham boy, faqatgina planshetni o'zini emas, o'zini maxsus artadigan lattasi hamda qo'shimchasiga klaviatura ham qo'shib berishgan. Xo'sh, ko'rsatadigan bo'lsam, bu klaviatura shunchaki oddiygina klaviatura emas. Bundoq yopib qo'yib faqatgina buni chexol sifatida ishlatmaysiz, hattoki mana ochib turib, buni notebook sifatida ham ishlatsangiz bo'ladi mana. Shuni qo'yasiz, mana notebook sifatida ishlaydi. Bundan tashqari, misol uchun, bo'ldi, sizga klaviatura kerak emas. Noqtur shunda olasiz, planshetni o'zini mana ishlatib yurursiz bo'ladi, mana klaviaturani olib qo'ysangiz bo'ldi. Agarda klaviaturasi ishlatayotgan jarayoningizda shunchaki qo'yib ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana orqadagi maxsus qismini shunda ochasiz, qo'yib turib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham praktichniy, juda ham kerakli bo'lgan, funksionalga ega bo'lgan klaviatura, to'g'risini aytganda, agar kerak payti shunchaki magnitiga shunda ulaysiz hamda mana shunda yopib turib bemalol ishlatib ketaversangiz bo'ladi. Hamma narsasi juda ham zo'r, sifatli qilib ishlangan. Qo'lingizda ushlab ko'radigan bo'lsangiz ham sifatini shundoqqina sezasiz. Bundan tashqari, klaviaturasini ham juda ham ko'p xususiyatlari bor. Men sizga uni video davomida aytaman. Hozir esa kelinglar planshetning dizayni bo'yicha to'xtalib o'tsak. Bizga mana shunday chiroyli dizaynda taqdim etilgan. Ko'rib turganingizdek, mana shunday rangda, bu ikki xil rangda chiqqan, bitta pushti hamda bitta mana shunaqa seriya rangda bizga taqdim etilgan. Xo'sh, kamera joylashuviga e'tibor bering. Bu yerda bitta dona kamera joylashtirilgan. Ostki qismida o'zini maxsus o'sha klaviaturasini ulash uchun magnitlari joylashtirilgan. Orqa qismi, ya'ni orqa korpusi plastikdan tashkil topgan. Ko'radigan bo'lsangiz, barmoq izlari umuman qolmaydi. Chiroyli qilib Huawei yozig'ini ham bu yerga tushirishgan. Yon qismiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, blokirovka tugmasi, ovoz ko'tarish tushirish tugmasi hamda 4 ta dinamika joylashtirilgan. Bu planshetimizning qalinligi 601 mm. Tasavvur qilasizmi? 601 mm. Juda ham ingichka, qo'lingizda ushlab ko'radigan bo'lsangiz, hamda og'irligi 515 gram. Yarim kilogina og'irlik desa bo'ladi. Qo'lingizda ko'taradigan bo'lsangiz, ha bu smartfon emas, juda ham yengil bo'ladigan, ozgina og'irligi bilinadi, lekin qalinligi juda ham ingichka bo'lgani uchun og'irligiga juda ham mutanosib bo'lib ishlab chiqarilgan. Yon qismi dumaloroq qilib ishlab chiqargan, qo'lingizga qirralari umuman botmaydi. Ishlatib ko'rish, mana bu ikkita qo'lda ushlab turib ishlatadigan bo'lsangiz juda ham qulay. Hattoki bitta qo'lda ham ko'tarib ishlatish imkoniyatingiz mavjud. Bu planshetda eng asosiy narsasi bu uning displeyi. Kattaligi 11.5 dyum hamda IPS matrisadan tashkil topgan bo'ladi. Ko'radigan bo'lsangiz, matviy qilib bizga taqdim etilgan. Bu displeyda Paper Made Edition texnologiyasi ishlatilgan. Bu ya'ni yorug'likka shundoqqina yutaveradigan, ya'ni sizga qaytarib aks qilmaydi bu yorug'likka bu texnologiya hamda mana yorug'likni ko'rsatadigan bo'lsam ham shundoqqina yorug'likni yutaveradi. Mana bu yerda farqini ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Displey korpusi 86% ni tashkil qiladi hamda maksimal yorug'likda
600 nitgacha yetadi. Minimal yorug'likda 2 nitgacha tushishi mumkin. Ya'ni qorong'i paytlari ham bemalol eng pastga tushirib qo'yib, bu planshetda ishlatsangiz bo'ladi. Quyoshli ob-havoda to'g'risi ishlatib ko'rdim. Yorug'likda shunday yutib olib, sizga kerakli ma'lumotlarni juda ham yaxshi sifatda ko'rsatib beradi. Mana shu matvi oynasi juda ham zo'r, innovatsion bizga yechim qilib taqdim etilgan. Yana displeyimiz 2.5K kenglikka ega. Tasavvur qiling, 2.5K ranglarni juda ham sifatli qilib sizga chiqazib beradi. Ya'ni adaptiv yangilanish chastotasiga ham ega. 60, 90, 120 Hz qilib qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Mazza qilib maksimal 120 Hz yangilanish chastotasida ishlatish imkoniyatingiz mavjud. O'zim ekranni ishlatib ko'rdim, oddiy planshet sifatida 120 Hz shundoqqina tiniqligi bilinadi. Eng yoqqan tarafi matviyligi, qo'lingizda bir boshqacha tuyg'uni his qilasiz. Endi ko'pincha smartfonlarda glansiviy bo'ladi, o'shaning uchun ishlatib yurganimizga o'rganib qolganmiz. Lekin bu yerda matviy ko'zingizga yangilanishdek tuyuladi. Hamda quyoshli ob-havoda, yorug' ob-havoda shunchalik zo'r qilib sizga ma'lumotlarni ko'rsatadiki, aks qanaqadir nurlar umuman sizga bilinmaydi. Kelinglar ana endi mana bu planshetimni mana shu klaviaturadagi zo'r fishkalari bo'yicha men sizga ma'lumot bersam. Xo'sh, buni taqish juda ham oson. Birinchi mana bu qismini taqib olasiz. Aytganimdek, bu qismini o'zini как chexol sifatida ishlatib yursanglar bo'ladi va mana bu orqa qismida bundoq ochib qo'yib bemalol mana planshetda kino yo nimadirlarni ishlatish uchun ishlatsanglar bo'ladi. Xohlasanglar mana yopib qo'yib bemalol ishlatmasdan yursanglar ham bo'ladi. Bu mana bu yerga magnit sifatida ulanadi, mana yaqinlashtiradigan bo'lsa magnit ulandi, hamda buni bundoq tortib turib, mana bu yerga klaviatura qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana yopib qo'yib bemalol ishlatib yurish xususiyatingiz ega. Xo'sh, ochadigan bo'lsak, mana klaviaturasini ulab turib siz bemalol ishlatishingiz mumkin. Xo'sh, mana zametkaga kiramiz. Misol uchun zametkada yangi vkladka ochib turib, mana Joybox deb yozadigan bo'lsam, mana Joybox deb yozdim. Xo'sh, mana Joybox deb yozib, endi ozgina anu bilan ishlatgingiz keladi klaviatura bilan. Shundoq uzasiz, buni qo'yib turib, bemalol uzoqroqdan yana qo'shimchasiga bu klaviaturadan yozishni boshlasangiz bo'ladi. Juda ham zo'r klaviaturani olib qo'yadigan bo'lsangiz ham bemalol yozish xususiyatiga ega. Bu Bluetooth orqali ishlaydi. O'z to'g'risini aytganda, agar kerak bo'lsa shuncha Bluetooth o'chirib qo'yib, bemalol o'zini maxsus klaviaturasida ishlatishingiz mumkin. Bo'lmasa, misol uchun mana uzoqga qo'yib turib, bemalol keraklicha bundoq pechat qilishingiz mumkin bo'ladi. To'g'risi, studentlar uchun juda ham qulay. Ya'ni ular ko'proq dokument bilan ishlashadi sessiya kelgan payti va dokument bilan ishlaydiganlar uchun ham juda ham qulay. Misol uchun olib turib, planshet qilib, prezentatsiya qilib, hamda ulab turib bemalol ishlatishi mumkin bo'ladi. Xohlasa qo'shimchasiga bemalol o'zini klaviaturasini, xohlasa planshet klaviaturasini ishlatish mumkin bo'ladi. Klaviatura ulaganingizdan keyin bemalol siz oddiy qanaqa notebookga ishlatsangiz, xuddi shunaqa ishlata olasiz. Xohlasangiz bitta mishga qo'shsangiz, notebook sifatida ham ishlatsangiz bo'ladi. Notebookda qo'shimcha komandalar bor, misol uchun Ctrl D ni bosadigan bo'lsangiz, asosiy ekranga qaytadi. Bunda ham xuddi shunaqa mana garajli klavishalar, hamda qo'shimchasiga FM bilan siz ovoz ko'tarish, tushirish, yarkistni ko'tarish, tushirish, yana qo'shimcha bir ma'lumotlarni bemalol chiqarishingiz mumkin bo'ladi. To'g'risini aytganda, tezkor komandalarni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Eng zo'r tarafi aytganimdek, bemalol mana shunday klaviaturani olib turib, uzoqroqdan ham ishlatishingiz mumkin bo'lishi hamda juda ham praktichnik mana bu korpusi. Ya'ni eslatib o'taman, buni alohida sotib olmaysiz, mana shunga qo'shib chiqarilgan bo'ladi. Planshetni o'zini sotib olganingizda ichida klaviaturasi ham maxsus sizga qo'shib berilgan bo'ladi. Xo'sh, nimaga aynan bu planshetni olish kerak? Nima uchun buni men sizga taklif qilyapman? Birinchidan juda ham hamyonbop va olishingiz bilan sizni komplektatsiya juda ham boy kutib oladi. To'g'ri, boshqa planshetlar olishinglar mumkin, lekin ularga qo'shimchasiga yana keyboard olishinglar kerak bo'ladi, qo'shimcha narsa olishinglar kerak bo'ladi. Bu planshetni dizaynerlar ishlata oladimi? Albatta ishlata oladi, chunki bunga alohida xarid qilishingiz kerak bo'ladi o'zini pensilini. U pensil juda ham kuchli texnologiya bilan jihozlashtirilgan, ya'ni Apple Pencil'ni xuddi shunaqa texnologiyasi faqat Huawei bilan jihozlashtirilgan bo'ladi. Har bitta qalin bosishingizni, yumshoq bosishingizni, yon tarafdan bosishingizni, ya'ni bosib chizishlaringizni hammasini bu
bilib turib o'shanga yarasha sizga chizib beradi. Shuning uchun dizaynerlar ham, interyer dizaynerlar ham bemalol uni xarid qilib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Bu Huawei planshetimiz Kirin T82B protsessor bilan jihozlashtirilgan. AnTuTu benchmark testlarini ham ko'radigan bo'lsak, yaxshigina ballar yig'gan hamda bu yerda o'ylashimiz mumkin, dizaynerlik bilan shug'ullanganimizdan keyin o'yin ham o'ynasak bo'ladimi deb. Albatta o'ynasak bo'ladi. Buning uchun men Mobile Legends hamda PUBG o'yinlarini yuklab qo'ydim hamda men sizga hozir ular necha FPS da ochadi, bu motivida o'zi o'ynash qulaymi, qulay emasmi va klaviaturada boshqarish mumkinmi, yo'qmi, men shularni birgalikda sizga ko'rsataman. Mana PUBG o'yiniga ham kirib oldik. Hozir ko'ramiz qanaqa grafika va qanaqa FPS da o'ynashimiz mumkinligini. Buning uchun nastroykaga kiramiz, grafikaga o'tamiz. Hamda mana ko'rib turibmiz, hozir bizda maksimumda bemalol ekstrem o'ynasak bo'lar ekan. Maksimumda. Ultra ekstremga o'tib bo'lmas ekan. Kelinglar plavniga o'tkazamiz. Plavniga o'tadigan bo'lsak, ekstrem plusda bemalol o'ynashimiz mumkin ekan. Bu degani PUBG o'yinini bu planshetda 90 FPS da o'ynashimiz mumkin bo'ladi degani. Ko'rib turganingizdek 90 FPS da o'ynash bu juda ham yaxshi. 90 FPS da bemalol o'ynasangiz bo'ladi mana. Qotishlar umuman yo'qoldi, juda ham zo'r. Kelinglar ana endi o'yin jarayonida ko'ramiz hamda klaviaturada o'ynasa bo'ladimi yo'qmi, shuni ham ko'rib olsak. Qani ketdik. Mana PUBG ga ham kirib oldik. Ko'radigan bo'lsak, mana bemalol yurib o'ynasak bo'lar ekan. Demak, mana PUBG o'yinini misolchan bu yoqda o'ynasak bo'lar ekan, hamda mana klaviaturada ham bemalol boshqarishimiz mumkin ekan. Xo'sh, mayli, aruja oldik. Ana endi ikkinchi arujani olsak misol uchun. Ikkinchi arujaga almashtirish xususiyatimiz bor ekanmi? Menimcha mishka qo'shsak, mishkada ham o'ynasak bo'lar edi. Xo'sh. Lekin misol uchun sakrash, o'tirish bu yerda ishlamayapti. Faqatgina oldi, orqa, yonga yurish mumkin bo'lar ekan PUBG o'yinida. Shuning uchun biz displey o'zida o'ynab qo'ya qolamiz. Mobile Legends o'yini kiradigan bo'lsak, xo'sh, mana o'yinga kirib oldi. Ana endi buni qanaqa grafikalarda o'ynashimiz mumkin, kelinglar ko'rib chiqamiz. Tak, nastroykaga kiramiz. Bu yerda качество karты bizda высокийda turibdi, ultraga olib chiqsak bo'lar ekan, bemalol. Hamda высокая частота kadrov bizda superga olib chiqsak bo'lar ekan. Высокийni o'zida. Низкийga o'tkazadigan bo'lsak, ham bu yerda ham super. Высокийga qo'yib, частота kadrovni superda o'ynasak bo'lar ekan. Ana endi ko'radigan bo'lsak, misol uchun o'yin. Menga qiziq bo'layotgani bu o'yinda biz boshqa zadachalarni ham yecha olamizmi, yo'qmi? Xo'sh, mana bu qismiga biz olib o'tib qo'yganmiz. Bundan ochib turib, mana zametkani ochadigan bo'lsak, mana o'yin davomida zametkani o'zi ham ochildi. Mana o'yinga qo'yamiz va mana bu mana zametkani yozaveramiz. Bu yerda mana o'yinni ham parallel o'ynab ketsak bo'ladi. Mana bu vazifalarni bajarib, ham bu yerda o'yinlarni mana o'yinni bemalol o'ynasak bo'ladi. Juda ham zo'r mana. Xo'sh, yana bittasini ochib qo'yadigan bo'lsak, mana galereya. Mana bu yerga bemalol yozib ketaveramiz. Mana bu galereyani mana ishlataveramiz, ham mana bu o'yinni o'ynab ketaveramiz. Zo'ra. Qani men bosib ko'raman mana. Mana bunga bosib o'ynayapman, hamda mana buni bosadigan bo'lsam. Da, butga o'tyapti. Keyin buni bemalol ishlatib, bu yerdan buni bemalol ishlatib,
Mana aytganimdek 3 tani birdaniga ishlatishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Kompyuter o'rnini deyarli bosadi deyapman sizga notebook o'rnini. Xo'sh, bu yerdan biz o'yinga berdik. Hozir boshlanishi bilan bitta o'ynab ko'ramiz. Unda ham klaviatura ishlaydimi, yo'qmi, o'shanisini birgalikda tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, planshetimiz Harmony OS 4.3 operatsion dasturida ishlaydi, Androidda ishlamaydi, chunki Amerika sanksiya qo'ygan, lekin Androidda ochadigan narsalarni ham bemalol bu yerda ochsangiz bo'ladi. O'zini alohida galereyalari mavjud, o'shalarga kirib turib bemalol ochish xususiyatiga ega bo'lasiz. Hamda bu planshetimizda misol uchun biron bir ishni bajarmoqdasiz, to'g'rimi? Buni bemalol ikkinchi oynaga qo'yib qo'yish xususiyatingiz bor. Misol uchun mana zametkani qo'yib qo'ydim, ham bu yerdan men galereyani ochmoqchiman. Mana galereyani ochdim hamda bu galereyani ham ikkinchi qilib oyna qilib ochib qo'yishim mumkin. Bu ikkalasini birdaniga, mana ko'rib turganingizdek, bu ikkalasini birdaniga ishlatish imkoniyati mavjud. Notebookga o'xshatib bemalol ko'p zadachalarni ishlatish imkoniyatingiz mavjud. Keyin undan keyin bemalol uchinchisini ham ochib qo'yib, uchinchisini ham ishlata olasiz mana. Birdaniga 3 ta dasturni ketma-ket ishlatishingiz mumkin. Brauzerda nimadir qidirib olasiz, bu yerda brauzerdan topgan narsangizni zametga yozib qo'yasiz hamda bu yerda rasmlardan foydalana olasiz. Juda ham zo'r, aytganimdek, notebook o'rnini bosadi. Juda ham kuchli operatsion tizim, birdaniga 3 ta dasturni ishlatishingiz mumkin. Agar dastur kerak emas bo'lsa, mana bunday qilib yonga olib qo'yasiz, ham ular yonda turadi. Kerak payt shundagina ochib turib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Buning ichiga har xil dasturlarni qo'yishingiz mumkin, lekin men ishlatib ko'rish jarayonida 3 tadan ko'p dastur ocha olmasligingizni sezdim. Lekin 3 ta dasturni o'zi ham anchagina yetib ortadi. Deyarli kompyuterning o'zida ham 10 talab dasturni bitta oynaga ochib qo'ymaysiz. Maksimum 4 ta ochishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bemalol notebook o'rniga buni men tavsiya qilishim mumkin, olib turib ishlatishingiz mumkin. Yana bir matvi oynasini xususiyatlaridan bittasi bu yerda shunaqangi funksiya joylashtirilgan, elektronniy kniga degan funksiyani yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun buni yoqadigan bo'lsangiz, smartfon oq-qora rejimga o'tadi hamda kitoblarni o'qishga mo'ljallanadi. Bemalol buni elektron kitob sifatida ham o'qisangiz bo'ladi. Planshet displey matvi bo'lgani uchun shundogina kitobni o'qigandek bo'lasiz mana bu yerda. Qo'lingiz bilan o'tkazadigan bo'lsangiz, matvida boshqacharoq hissiyot beradi barmog'ingizga, o'shaning uchun kitobni bundoq bir o'tkazganga o'xshaysiz. Bu juda ham zo'r funksiya. Kitob ko'p o'qiydiganlar hamda aytganimdek, studentlar uchun juda ham qulay va maktab yoshidagilar ham buni olib turib bemalol ishlatishi mumkin bo'ladi. Aytganimdek, planshetimizda 10100 mAh akkumulyator bilan jihozlashtirilgan. Ingichka bo'lishiga qaramasdan katta mAh teng bo'lgan akkumulyator bor. Bu bilan siz to'xtatmasdan 14 soat kino, serial hammasini ko'rishingiz mumkin. Kino, seriallar 1 soatdan ozgina oshiroq desa ham 12 ta kinoni to'xtatmasdan ko'rishingiz mumkin degani. Hamda ko'rdinglar, komplektatsiyasidan 40 vatli tezkor quvvatlarga chiqdi hamda bu planshetning o'zi ham tezkor 40 vatli quvvat olish xususiyatiga ega.
Kelinglar YouTube'ga kirib, buni dinamikasini hamda ekranni tekshirib ko'ramiz. Qanchalik yorqin, qanchalik bizga yoqimli bo'lar ekan Matveyda ko'rish. Buning uchun FM bilan 9 bosadigan bo'lsak, bizga tezkor qidiruv komandasini chiqarib beradi hamda YouTube'ni qidirsak bo'ladi. Mana YouTube'ga kirib oldim. Ovozini tekshiradigan bo'lsak, va unda yurak urish hamda qon kislorod darajasini o'lchaydigan sensor joylashtirilgan. Ya'ni unda haqiqiy FM radioni ham eshitsangiz bo'ladi. Stereo dinamika RGB indikator, one tap bu funksiyali tugma, eSIM hamda 6,5 ming mAh ga teng bo'lgan akkumulyator. Xo'sh, 4K da ochib ko'ramiz. Qanaqa bo'lar ekan? Ranglarni bizga qanchalik chiqarib berar ekan Matvey. Salom Joybox obunachilari. Bugun sizlar bilan uzoq kutilib kelayotgan Infinix to'g'risini aytaman, ranglarni zo'r chiqarib beryapti. Nima uchun o'zi Matvey ko'plar ishlatmaydi? Nimaga Matvey ko'plar olgisi kelmaydi? Sababi ular rangni to'qroq qilib chiqazib ko'rsatadi deb o'ylashadi. Lekin bu yerda unaqa emas. To'g'risi ranglar juda ham zo'r. Maksimal yorug'likka qo'yganman hamda ko'zga juda ham yoqimli qilib ko'rsatyapti. Juda ham zo'r. Smartfonini birgalikda obzor qilamiz. Dinamikasi ham juda ham baland, 4 ta bo'lgani uchun stereo hamda juda ham yoqimli qilib quloqqa eshitilyapti. Displey hamda dinamika bo'yicha umuman e'tiroz yo'q. Bemalol kinolarni mazza qilib ko'rsanglar bo'ladi. Dizaynerlar uchun o'zini alohida GoPaint degan dastur mavjud. Bu yerda siz bemalol hamma narsani ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana sazda qilib qo'yib, bu yerda siz bemalol chizishingiz, narsalar yaratishingiz, ya'ni nimadirlarni yaratishingiz mumkin bo'ladi. Aytganimdek, bu qalamlarni his qiladi, ya'ni o'zini pensilini olib turib, siz qattiqroq bosadigan bo'lsangiz, qalinroq chizadi. Yumshoqroq bosib chizadigan bo'lsangiz, yumshoqroq chizadi. Hamda yana har xil xususiyatlari bor. Qo'shimchasiga sun'iy intellekt bilan bu programmasi integratsiya qilingan. Misol uchun yozganingizdan keyin siz yozuvingiz, shriftingiz xunukroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda sun'iy intellektni ishlatib turib, siz shriftni to'g'rilash xususiyatiga ham ega bo'lasiz. Buni bemalol chizib ishlatib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni dizaynerlar mazza qilib ishlatishi mumkin bo'lgan hamyonbop planshetligini men sizga ko'rsatib beryapman. Planshetni ishlatib ko'rish jarayonida umuman minus topmadim, to'g'risi. Puliga rostdan ham yarasha bo'lgan planshet, hattoki pulidan ham ortiqroq bizga xususiyat bera oladigan planshet. Klaviaturasiga trackpad, ya'ni boshqaradigan qo'shsa ham zo'r bo'lardi, lekin o'ylashim bo'yicha u kattalik qilib o'shaning uchun mana shuni o'zi ham bizga yetarli. Bemalol ishlatishimizga eng zo'r tarafi aytganimdek klaviaturani bemalol o'sib qo'yib ham boshqa joyda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Zo'ra, misol uchun divanda yotibsiz, sal uzoqroqga qo'yib qo'yib klaviaturada yozyapsiz. Mazza ishlatishga to'g'risi ishlatishni men sizga tavsiya beraman. Xulosaga keladigan bo'lsak, bu planshet o'zi kimlar uchun? Birinchi o'rinda studentlar, ya'ni o'qishda o'qiydiganlar uchun. Chunki mana bunday qilib turib, uzib turib, bemalol o'qishga olib ketib, bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Kerak payt shunday ulab qo'yib, bemalol ishlatishingiz yana mumkin bo'ladi. Ikkinchi o'rinda ko'p ishda, ya'ni dokument bilan ishlaydiganlar, tezkorlik bilan dokument bilan ishlaydiganlar, yoqdan bu yoqqa ko'p yuradiganlar uchun o'zi bilan olib yurishi mumkin bo'ladi hamda tez dokument ishlarini bajarib olib, ishlarni bitirishiga juda ham tezda yordam beradi. To'g'risi, narxini ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana Joybox saytiga tashrif buyuringlar. Narxini ko'rib, bemalol tezda xarid qilishingiz mumkin, chunki soni cheklangan hamda buni muddatli to'lovga ham ola olasiz. Bu planshetimizni iPad bilan solishtiradigan bo'lsak, deyarli uni darajasiga yetishi mumkin. Deyarli, to'g'ri, iPadda kuchliroq taraflari bor, lekin u kuchliroq taraflarini aniq bilaman, siz ishlatmaysiz, o'shaning uchun ortiqcha pul to'laganingiz umuman hojat yo'q. Qo'shimchasiga u iPad sotib olganingizdan keyin mana bu planshetni sotib oladigan pulingizga faqatgina iPadga qo'shimcha keyboard, klaviatura olishingizga to'g'ri keladi. Uni klaviaturasida faqatgina trackpad bor, o'shani hisobiga u sal qimmatroq bo'ladi. Lekin boshqa qismidan o'ylab qaraydigan bo'lsak, mana shuni xarid qilgan yaxshiroq, hamyonbopligi jihatidan. Huawei plansheti bo'yicha obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha.